Assalomu alaykum, hurmatli qush ishqibozlari. Mana bugun Ali klub a'zolari bilan birgalikda Faxriddin dodani uylariga keldik. Xudo xolasa Faxriddin dodamiz juda ko'p Ashanti, Napiyev yo'nalishida trayning sayroq qushlar boqadigan barcha ishqibozlar taniydi desam adashmagan bo'laman, inshaalloh. Faxriddin dodam yillar davomida juda Ashanti, Napiyev yo'nalishiga o'zini katta mehnatlarini, katta hissalarini qo'shgan dodamiz bo'ladilar. Bugun ziyorat qilib keldik. Xudo xolasa mana tarixlar bo'yicha, har xil savollar bo'yicha ozgina dodamga savollar beramiz. Xudo xolasa shu savollarimizga javob berib o'tadilar. Xo'p, tarixiy muhrlanadi. Xudo xolasa bu ishqibozlarga manfaatli bo'ladi doda. Xudo xolasa sizlar ham yaxshi mehnatlar qilib mana hozirgi kungacha zo'r ushlab kelgan insonsizlar endi. Endi bizdan keyingi holatlarga ham shunday holatlarda o'tsa, ishqibozlar to'g'ri yo'nalishda ketsa, hammaga yaxshi baribir. Orada bo'ladi, kimgadir yoqmasligi mumkin, kimgadir uni farqi yo'q. Главныйsi o'sha o'zingiz tarixda shu qachon boshlaganingizdan boshlab, misol uchun qanaqa holatlarda rivojlandi, qanaqa konkurslar o'tkazilgan, mana shular to'g'risida bir o'zingiz tushuntirib aytsangiz. Assalomu alaykum hamma ishqibozlarga, Kanareykani sevib boqib yurgan do'stlarimizga yana bir bor aytamiz. Xullas, bismillah sekin boshlaymiz. Kanareyka o'zi qayerdan kelgan, qayerdan chiqqan? Boshida o'sha Kolumb orollaridan. Amerika qit'asimi? Yo'q, Amerika qit'asi deb Kanarskiy ostroviga borib qoladi. O'sha borib qolganda qarasa odamlar o'sha Kanareykani shunaqa hali tubiteka deydimi, shunaqa narsalarni ichiga biza bedani boqadigan to'rqavoqlarni ichiga qo'yib Kanareykani boqib yurar ekan. O'sha yerga dehqonlar, o'sha yerga ishchilar. Buni ko'rib qolgan Kolumb olib ketadi, o'zini o'sha vataniga olib ketadi. Shu bilan Ispaniyaga olib borib, Karl Tor degan odamga o'sha podshohiga olib borib taqdim qiladi. Bu narsa o'ziga yoqib qoladi. Shu bilan keyin Kanareyka ana o'shandan keyin odamlar bilan hozirgacha kelayotgan odamlargacha ishqibozlarga yetib kelgan. O'sha boshlanishi shundan boshlangan. Bu tarixda xuddi shunaqa qilib yozilgan. O'sha yozilgan narsani o'zimni esimda qolganini aytib beryapman sizlarga. 200 yilgacha ispanlar bu qushni modasini sotishmagan yoki sotish to'g'risida u paytda gap bo'lmagan, lekin fadarka ham qilishmagan. 200 yilgacha ular juda qattiq qonunlar bilan u qushlarni modasini tarqatishmagan. Shunda legendalar kelajakda shunday narsalar bo'ladiki, o'sha bitta qayiq, shunaqa ko'p kanareykalar ortilgan qayiq Atlantik okeanidan kelayotgan paytda bir to'fon bo'ladi, shamol bo'ladi. Shu bilan keyin haligi qayiqdagi kanareykalar hammasi uchib chiqib ketib, o'sha yerda Malta orollariga borib joylashib oladi. Ular o'sha yerga borib joylashib olgandan keyin Malta orollarida o'sha yerda ko'payishni boshlaydi. Buni ko'rgan italiyalik odamlar, o'sha Italiyada yashaydigan ishqibozlar olib kelib bitta ikkita olib kelib uyga boqadi. Ana shundan keyin kanareyka butun dunyoga tarqalib ketgan degan legenda bor. Bu isbotlanmagan narsa, lekin shunaqa tarixda yozilgan. Shundan keyin birinchi bo'lib ispanlar bu qo'shiq haqida birinchi bo'lib ispanlar chiqargan Timbrats degan qush bo'ldi. Bu qush asosiy aytadigan sayrog'i faqat bulbullar ashulasi bo'lgan. Bulbullar ashulasidan kanareyka o'qib olib, kanareyka o'qitib shu bulbullar ashulasini kanareyka o'sha paytdagi odamlar o'sha bulbullar ashulasini shunga o'rgatib, shuni ashulasini eshitib yurishgan. Shundan keyin lekin Italiyalar
o'zini ashulasini chiqardi. Xuddi shunaqa bulbul ashulasida faqat bu O'zini tilida. ispanlarni timbrasi degan qushi bulbul ashulasini aytganda juda baland, visokotonalniy aytgan. Italyanlarni o'sha figuyami shunaqa degan bir nomi bor edi qushni. Bu haligi anaqani bulbulni qisqartirilgan nomi, italyancha nomiga qo'yishgan, shu qushga nomiga. Bular baribir bular ham shu bulbul yo'nalishida aytgan qushlari, lekin nizkiy tonalniyda aytgan. Undan keyin lekin belgiyalik odamlar ham, ishqibozlar ham shu Kanariyani Malinova degan sorti bor. U ham bulbul ashulasida-yu, lekin o'sha so'mga qabul qilganlar. 3 ta davlat o'zini qushini so'mga qabul qildirgan. O'zini o'sha chiqarib qo'ygan sayrov. Belgiyaning qushlari открытый клюв deydi, tumshug'ini ochib sayraydi. Keyin lekin shuni orasida keyin nemislar ham xuddi shu narsani yo'nalishda qilishadi. Qarasa hamma yoqda bulbullar ashulasi bo'lib ketgan. Shuni hisobiga bular shunaqa qushlar yaratishadiki, bular rollerlar yaratadi. Garskiy roller degan qush yaratishadi. U qushlar faqat dimog'ining ichida sayraydi. O'sha paytda 9 ta, 10 ta, 12 tagacha kalena yasniy bo'lib qolgan paytda, tushunarli bo'lib qolgan paytda shuni olib, shuni rollerlarga o'rgatishgan. Shu rollerlarni chiqarishgandan keyin o'sha Imsk degan shahardan Rossiyaga o'sha Rossiyaning bozorlariga olib kelib o'sha yerda sotib ko'rishgan. O'sha haligi Rossiyaning odamlari, o'sha Rossiyada yashaydigan, Pavlovada yashaydigan odamlar, Kalutskiy guberniya degan joylari bo'lgan, Tula degan shahari bor. Ular o'shalarga olib kelib sotgandan keyin, ana undan keyin Kanariyaga butun dunyoga tarqalib ketgan. O'shandan keyin. U endi bu yerda O'zbekistonga kirib kelishi ham bordi. Yo'q, O'zbekistonga hali bor. Bor-a, hali. Men chekkadan kelamiz. O'zbekistonga hali bor. Xullas, bu revolyutsiyadan oldingi bo'layotgan paytda 18-asr haqida gapiryapti. U payt pomeshchiklar bo'lgan, yer xo'jayinlari, o'shanaqa nima deydi, dehqonlarning xo'jayinlari, o'shalar pomeshchiklar bo'lgan. Demak, zadagon boylarning uyida bo'lganda, Kupsilar, aslida o'sha kupsilar olib kelib shu Rossiyani o'sha bozorida sotishganda, lekin o'shandan keyin hamma o'shalik zadagonlar shu uyga borib qo'yib qo'yganda qush sayrab turgan uyda. Chunki bulbullar o'sha paytda hamma bulbul boqishga qo'rqqan, bulbul o'lib qolgan. O'shani hisobiga bulbullar ashulasini aytgani uchun Kanariyaga bu ham bulbulni olib kelib boqishgan. Demak, ham chiroyiga, ham sayrog'iga. Asosiy lekin o'sha paytda bari shuxli rang bo'lgan, sariq rang, rang, lekin o'sha pyo'stri rang bo'lgan. O'sha qushlar faqat sayrog'iga olib kelib boqishgan, shunaqa qilib bulbullar ashulasini aytib turgan. Ana o'sha paytda bular hali o'sha kupsilari qarab turib aytganki, biz ham o'zimizni faunadan, biz o'zimizni qushimiz bo'lishini xohlaymiz deb harakat qilishgan. O'shanda o'zimizni qushimiz bo'lsin degan ma'noda o'shanda bular hamma yoqqa o'sha o'zini kupsil anaqa o'zini ovchilarni yuborgan, o'zini qush tushunadigan odamlarni yuborgan. Qarasa qaysi qushdan ko'proq, qaysi qushdan zoti ko'proq. Shunda ovsyanka ko'proq bo'lgan. Ovsyankani Rossiyani atrofi juda katta. Ovsyanka degan qushni avlodi ko'proq. Semeysiy ovsyanka deydi. O'shani ko'proq bo'lgani uchun o'sha ovsyanchi napiy qilib bular chiqarishgan. Hamniki ovsyanchi napiy deganda bulbullar ashulasiga sal yaqinroq keladi degan ma'noda chiqargan. Oldiniga ular продолжительный трек bo'lgani uchun bulbul ham bu yerda продолжительный bulbul knorrasini aytadi, shokillarni aytadi, vulkaniya degan joylar bor. Shuni aytganda bizlar ashulaga yaqinlashib ketadi. Aytganda. Endi faqat nizkiy tonalniyda aytganda. O'shaning uchun bular o'zgalasini o'sha ovsyanchi napiy qilib, har xil ovsyankalarni ushlab,
shu ovsyankalarni sayratib, shulardan lekin ovsyanchina deb ovsyanka sayroqda qush chiqarishgan. Bu qushlar aslida o'sha paytda guberniya taraflarida bo'lgan, o'sha Pavlovada ko'proq odamlar Pavlov Navokiy degan shahar bor, bir anaqani qishloqchasi bo'lgan qush. Lekin u paytda u qishlog'i ham katta shaharlarda, ya'ni ko'proq ko'proq hali mana nima deydi, savdogarlar ko'p joylashgan shahar bo'lganda u. O'shaning uchun o'sha yerda ko'proq rivojlangan bu narsa. Lekin kelajakda keyin o'sha Turovskiy zavod deb aytadi, endi u Sovet davridan keyin bu revolyutsiyadan keyingi bo'layotgan gaplar bular hammasi. O'sha revolyutsiyadan keyin lekin Tuvada Kaluga degan shahari bor Rossiyani. Keyin lekin ana Nijegorодской rынок deydi. Ana o'sha yerda eng katta bozor, qush bozori o'sha yerda bo'lgan. Juda katta bozor bo'lgan. Butun Rossiyani hamma territoriyasi o'sha yerga kelib, o'sha qanday qilib o'sha yerda yaxshi sotilgan, yaxshi oldi berdi bo'lgan, odamlarning qiziqishi ko'p bo'lgan. Ana o'shandan keyin bu qushlar dunyoni ko'zini ko'rishga bo'lib ketdi. U Rossiyadan kelgan lekin yana davom etamiz. O'zi kanareyka deganda, kanareyka 3 turga bo'linadi deydi. Pevchi kanareyka deydi, sayroqi kanareyka deyiladi, tsvetnoy kanareyka deyiladi. Tsvetnoy kanareykaga o'sha rangdor kanareykalar kiradi. Ularning ham bir 120 xil rangi bor. Dekorativniy kanareykalar bor. Dekorativniy kanareykalar o'sha garbati kanareykalar, lekin patlari teskari o'tgan kanareykalar. Keyin ana go'rt quchchida santimetrga где-то 7-10 santimetrgacha bo'lgan kanareykalar. Shularni dekorativniy kanareykaga kiradi. Lekin Bahriddin doda keyin shunga bitta qo'shimcha chupli kanareykalar. Bular aslida o'zi bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Bo'lganmi yoki? Yo'q. Bo'lmagan-ku, Hayotda to'g'rimi? bo'lmagan, lekin xaxlati kanareyka deydi buni. Shu xaxlati kanareykani oldiniga norvegiyalik odamlar, shu ular ko'proq chet eldagi odamlar, mana aslida mana Belgiya, Ispaniya, Italiya, Germaniya bular sayroqqa Rossiya sayroqqa qarashgan bo'lsa, qolgan davlatlar Chatishtirishga chatishtirishga gibridizatsiya qilishgan ular. O'sha nima deydi, o'sha xaxlati kanareykalar o'sha Norvich birinchi bo'lib norvegiyaliklar chiqargan. Boshida qora to'ppisi bo'ladi kanareykani. Gladkis uni hali boshida qoraldi, lekin boshi tekis, xaxolkasi yo'q bo'lsa ham, u ham o'sha xaxlatiga o'tgan. Narmada o'tib ketgan. U so'mda shunaqa qabul qilishgan u narsani. Keyin Pevchi, endi biz baribir bu yog'iga Pevchi haqida gaplashamiz. Pevchi kanareyka, sayroq kanareyka haqida gaplashamiz. Sayroq kanareyka o'sha rollerni olib, ular o'sha garskiy rollerni olib, belgiyskiy Malinois degan kanareykani bir-biriga qo'shib turib, ular Pevchi ovsyanchina pev qilib chiqarishgan rossiyaliklar. O'shanda o'sha ovsyankalarni har xildan olib kelib turib, o'sha ovchilarga zakaz berib olib kelib turib, uyda boqib, kanareykalarning bolalarini o'sha yerga qo'yib turib, o'shani o'rgatishgan. Kimnidir qushi обыкновенный ovsyanka yetgandir, kimnidir qushi kolokolchik yetgandir, kimni qushi ovsyanka remez bor, ovsyanka belashapishniy ovsyanka bor. Bu qushlar ovsyanka bo'lgani bilan bu hammasi bir-biridan farq qiladi. Bu ovsyankalar. Sayroqda ham shunaqa raznoобразный sayroq qilishgan o'sha payt. Endi qo'shuvni yaratishayotgan paytda kanareyka o'zi hayotda продолжительный трелni yaxshi olgani uchun, продолжительный hayotda o'zi shu dikki kanareykalar ham продолжительный трелda ashula aytib yuradi. Hech qachon ular sinitsa etmaydi yoki to'xtab ashula aytmaydi. Ular продолжительный hech qachon to'xtamasdan ashula aytgan. Har xil qilib aytadi, lekin har xil xonishda aytadi. Lekin u to'xtab ashula aytmaydi. Hayotda ham shunaqa.
O'shaning uchun bunga bu ovsyanchilarga ham shunaqa qilib qo'yishgan. Продолжительный trelda bo'lishi kerak. Qarasa ovsyanka unchalik ko'p haligi sayrog'i qarasa hammasi почти bir xilga o'xshabyapti. Shuning uchun ular ro'sib qo'yishgan, haligi nachala qo'yishgan birinchi. Oldiniga nachala bo'lmagan. Oldin обыкновенный ro'sibdan kirib turib bitta ro'sib qilib turib keyin nima deydi? Серебристый ro'sib, обыкновенный ro'sib, kuznechkoviy ro'sib qilib shunaqa qilib qo'yishgan. 4 xil, 5 xil ro'siblarni qo'yib turib, ana undan keyin ovsyankani qo'yishgan. Ovsyanka ham o'sha 3 xil, 4 xil ovsyanka bo'lgan. Садовый овсянка, обыкновенный овсянка, белошапочный овсянка, белогрудка ovsyanka bor. Keyin Dubravnik bor. Mana bular hammasi ovsyanka turiga kiradi. Shunaqa qilib ashular yaratishgan. Undan keyin bu endi anaqadan keyin shu ikkinchi jahon urushidan keyin ovsyanka ikkinchi jahon urushidan keyingina bu narsaga ko'proq e'tibor berildi. Kanareykalarga, sayrog'iga ancha e'tibor berilib, ularni o'sha nachalasini yaratishdi. Nachalasi endi Moskvaliklar o'sha nitkasini Moskvaliklar qo'ygani uchun qatga bormasin, baribir moskovskiy pesniga bu kirib qolgan. O'sha traynik deymiz, bizda traynik, двойник, nitishnik. Shu nitishnik etsa, bu Moskvada qilingan zapis deb tushunishga yoki Moskvada qilingan kanareyka deb aytishadi. Pavlovada ularning o'zini sayrog'ida o'sha ro'sib, 3 xil ro'sib etadi. Keyin серебристый ro'sib qilib turib, keyin qush kuznechkoviy ro'sib, keyin ovsyankalar, har xil 3 xil ovsyankani etib, keyin boshqa qo'shiqlarga o'tadi. Shu bir-biridan farqi shu. Holat bo'yicha ham tushuntirib ketaylik. Mana aytyapsiz, ro'siblardan, именно Rossiyada qo'yilganda ro'siblardan keyin ovsyankaga o'tganda vosita shu ovsyankani sanab o'tdingiz, ya'ni обыкновенный садовый. Именно o'sha paytda shu обыкновенный садовыйlar ko'proq qo'yilgan. Обыкновенный подъемниklari o'zi bitta qush etgan, ko'tarilib uchish holati. Endi o'sha joyda qolgan ovsyankalarni hisoblaganingizda mayli turiga kirishi mumkindir, lekin o'sha payt bo'lmagan. To'g'rimi? O'sha payt qo'yishmagan, ustida ishlashmagan. Endi ana hurmatli ishqibozlarga ham ertaga har xil savol javoblar bo'lib ketib qolmasin. Ya'ni Rossiyaning shkalalari ham ayrim qismlari misol uchun qo'limizda borda endi ana hatto nusxasida o'zi sarg'ayib ketgan qog'ozda bo'lishi mumkindir, lekin asrab avaylanmayapti-da. Ya'ni u qanaqadir o'zgacha Rossiyada qilinadi degan holat emas. Misol uchun o'shalardan to'g'ri asos solindi, O'zbekistonga kirib keldi, rivojlandi. Mana o'zingiz konkursda o'tkazgansiz, o'zingiz ko'p yillar mehnat qilgansiz. O'sha paytdagi shkalalar ham xuddi o'sha 5 ta sun'iy kalinadan iborat bo'lgan. Keyinchalik dindor, ya'ni O'zbekistonga kirib kelgandan keyin juda muhrlandi. Ya'ni bu O'zbekistonda bu narsani shakllandi. To'g'rimi? Hozir Shunaqa. endi o'sha joyiga yaxshilab mustahkam bo'ldi. O'sha paytda o'sha o'zini o'sha ustunlar unchalar rol o'ynamaydi. Bu yerdachi rasman nima ko'proq rol o'ynaydi. Qushni o'sha bizani o'zbekcha qilib gapirganimiz o'sha oldin ham men aytganman, shu gapda assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi joy poyinglar bormi, o'rtasi. Endi rahmat, mani qo'shig'imni eshitganinglarga degan joyi. Bu nima degani? Bu endi o'sha kanareyka boqmasi, endi boqish boshlayotgan odamlar uchun gapiradi. Professionallarga o'sha traynik, kulik, представление. Одинарный kulik bo'lishi mumkin, двойной kulik bo'lishi mumkin. Keyin undan keyin uni bu kalinalar hammasi bir-biriga связь bo'lishi kerak. Даже milli yuzdan bir sekund ham ular bir-biridan ajralib qolishi kerak emas. Ajralib qolsa, uzilib qolsa, men bir paytlar hozir aytaman 82-yil Птицеводство degan jurnal chiqardi-da, mana bu anaqada Malchuk degan odam bo'lardi. Shu odam o'zi Ukrainalik, juda kanareykani yaxshi tushunadigan odam. Shu odamdan borib sotib olardi shuni. Птицеводство degan jurnal. U o'qib olardi, keyin men o'qidim. Shunda bitta dona varoda kanareyka haqida yozadi. O'shanda aytgan, agar овсянчий напев kanareyka konkursga chiqsa-da, konkursda если малейшая доля
останавливает или рвет песню называется. Это такой птица сразу снимается с конкурса deyapti. Konkursdan olib tashladi deyapti. Chunki Arsenchina bu yerda hech qanaqa nima deydi to'xtaydigan joyi bo'lishi kerak emas. Chunki u продолжительный трелda aytyapti. Продолжительный трел degani o'sha to'xtamasdan bir xil o'sha dumaloq qilib aytadimi o'sha to'xtamasdan aytish kerak shular. Qachon to'xtaydi qush? Qachonki o'sha sinitsalarni aytganda, shuncha trellarni aytib bo'lgandan keyin masalan 3 xil deb 3 xil astanka, keyin начало песни, keyin kuliki bor. Bularni 8 ta 9 ta kalani aytgandan keyin qush dam olish kerak bo'ladi. Ana o'sha paytda bular sinitsa qo'yadi. Kulikli sinitsa masalan mali sinitsa gayichkalarni qo'yish mumkin. Mali sinitsa gayichkalar kiradi. O'sha Maskovka degan qush bor. Endi Maskovka deydi, u ham baribir shu mali sinitsaga kiradi. Bizda Rishacheka degan anaqa sinitsa bor o'zimizda O'zbekistonda yashaydi. Shular ham mali sinitsaga kiradi. Shunaqa qushlarni qo'yib turib, qush o'ziga dam oladi shuni orasida. Havo kirib bitta kira aylanib chiqadi. Kanariyka qushi o'zi sayroqi qushlar sayraganda bularda sirin degan narsa bor tomog'ini tagida aylanib chiqqan joy. Shunga havoni bir yig'ib oladi. Shu havoni galma-galdan do re mi fa sol la si degan so'z bor. Rus musikantada. O'shanga o'xshagan shu notani bir chekkadan kallasini arqirdilik qilib chiqaradi. Traynik, masalan shu kulik o'shanga raspirlat qiladi. Shu havoni o'shanga raspirlat qilib oladi. Ana shundan keyin ashula chiqadi. Ashula o'tda to'xtatib qo'yaversa, u уже почти 1-ga yaqin bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldi. Endi doda o'sha Rossiyada bo'ldi, tushundik, rivojlandi. Endi O'zbekistonga kirib keldi. Ya'ni o'sha paytlarda siz qaysi yoshlarda bo'lgansiz? Misol uchun mayli boshlanishingiz hojati yo'q. Именно o'sha siz ko'rgan, bilgan, qush olib kirgan odamlar, yaxshi sayroq ekan deb borib eshitib ko'rgan holatinglar bo'lsa, shu rivojlanishi uchun o'sha qisman o'sha holatlardan aytib bersangiz. Mana shu 85-yillarda 85-88-yillarda yaqinda qazo qilib ketdi. Rustam degan bor edi. Rustam Chilonzorda yashardi. Shuhratni to'g'risida domla to'qib shu yigit chempion bo'lgan. Chempion eshitishim bo'yicha Rossiyada ham chempion bo'lib kelgan. Shu yigit mana o'shani taniyman. O'sha bilan muloqotda bo'lganman, qushlarni boqqanman. O'sha yillaridan keyin O'zbekistonda rosa rivojlanib ketdi kanariyka. Ko'proq o'sha paytdagi odamlar ko'proq veselnitsga qiziqardi. Paytda veselnitsa bo'lmas edi. Tizikopka bozorda bitta-bittasin qushi veselnit sayrab qolsa, bir kamida 20 ta odam kelib poylab turardi. Qachon yetarkan veselnit. Mashallah. Keyin shuni orasida keyin Pavlovskiy kulik moda bo'ldi. Pavlovskiy kulik ham redki qo'shuv bo'lgan o'sha paytda. Hozir ham bor. Kli malisinsa qilib aytadi, keyin kuli большой sinsaga ulash. Ulaydigan qilib aytganligi uchun uni juda sinsa qilishdi. Undan keyin oradan bir dedeti yana bir 10 yilcha vaqt o'tgandan keyin sizda bir 95-yil 92-yildan 95-yilgacha ko'proq dindonga ahamiyat beradigan bo'lishdi. Hammani qushi dindonga turmaganda yo'q paytda baribir o'shanda ham bir masalan shu paytda bir 200-300 ta odam kanariyga qiziqsa butun O'zbekiston bo'yicha uncha-munchasini o'yida dindon bo'lmagan. Shu 200-300 ta odamni o'yida dindon bo'lmagan. Keyin u paytda qush ashulalar o'sha 12 ta kalenali qushlar bo'lgan hammasi. O'sha traynik ketgan, boshqa qilgan. Keyin men esimda hech qachon esimdan chiqmaydi. Men bir Geneka degan odam bo'ladi, Alaskada yashardi. Meni o'ziga o'g'lim deb yurardi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Shu odam bozordan pulni ayamas edi-da, qush sotib olgan payt. Bahodir o'shanikini borib kelgan edi. Bahodir shu yigit qushlar yaxshi bo'lardi paytda. Qushlar zo'r bo'lardi. Uchitillari bo'lardi. Zo'r. Sochni yetardi ashulalarni. Hammaki o'zi shuncha chalganda sinitsa bilan tashlashardi.
Shu sinitsani vесенний yetadimi, kulikovый yetadimi yoki sifi qilsa ham shu anaqa oldidan ketmas edi. Sinitsa kelib qidirib yurardi. Qatta bu qushlar tabiatda sayraganda nimaga sayraydi? U territoriya maniki deb sayraydi. O'zi aslida ma'nosi shunaqa chiqadi. Bu territoriya maniki. Mana shu bulbul ham fevral oyida bizga masalan O'zbekiston umuman O'rta Osiyoga uchib kelgan paytda fevral oyini oxirlarida keladi. Oldin erkaga keladi, keyin ayoli keladi. O'sha erkaga kelib o'zini bola qo'yib, bola ochadigan joyini, territoriyasini 2 kvadrat kilometr joy o'shaniki bo'ladi. Boshqa bulbul kelib, buni oldiga kelib, boshqa bulbul kelib bola ochmaydi. Bu faqat sayraganda o'sha territoriyasini определять qilish uchun sayraydi. Sinitsa ham shunaqa. Hamma qushlar ham shunaqa. Bu bo'tga men xo'jayinman. Bo'tda yana kimsan deb kelib tushadi, hali bir kun Bahodir ko'rgan Shofayda ishlardi. Shofayda borganimda ko'chaga chiqib sinitsa yurgan ekan, Buxarskiy sinitsa yurgan ekan. O'sha yerda bir sayrab qolgandi. Sayrasa, "Iyam sayrayapti, sinitsa etyapti." Yo borgan bitta chaqirib, bitta chichivish bir pasta tushib keldi. Tik-tik qilib ovozida sayraydi. Bahodir ya o'xshatib qo'yadi. Xullas kalom genaga rahmatli Bahodir qushlarni oldilar, yaxshi pulga oldilar. Shu bilan keyin pul genaga o'zi bozorda yaxshi qushlarni olib borib puliga ayamas edi. Pulni yaxshisini berardilar. Olib ketardilar deb bir hafta 10 kunda qush buzilib qoladi. Uylari betonli uy. Betonli uyda hali ashula aytganda eho bir-biriga uriladi-yu, ashula aytganda. Eho bir-biriga urilib, vесенний sinitsa yo'q bo'lib ketaveradi. Ular o'yladi. Aybni egasidan ko'rarlar, ko'tarib kelarlar qush. Shu bilan keyin bo'pti, genaga kerakmasmisiz bering, men sizga pulingizni beraman deb ikkita qushni olib Bahodir anaqa ilib qo'ydi o'sha yerda. Farxatskiyda stalba bo'ladi, stalba teparoqqa ilib qo'ydi. Sekin keldi, o'zini oldida 2 marta vесенний shaqillatib vесенний naq ko'tarib ketdi qushni. Shu bilan genaga olib nima qildi? Olib ketasizmi qushingizni yo'qmi desa. Borib olib ketaman. Endi malika qush malika sotilmaydi qush deb yotibdilar. Biz sotishga qo'yib qo'ygan. U kelib og'zida 2 marta yetganda qush yana vassalaam etib ketgan, o'zini sayrog'an. Oldingi paytdagi odamlar magnitofon qo'yganda, magnitofondan uncha qush chiqavermagan. Undan oldingi paytda masalan o'sha где-то bir 75-yil, 80-yillarda anaqa magnitofon moda bo'lgan. Dnepr 11 bo'lardi. Lekin Timber degan magnitofonlar, katta magnitofonlar bo'ladi. U og'ir, uni kolomkasi bo'ladi, undan og'ir. O'shanda kanadaliklarni zapisini qo'yib o'rgatiladi. Men bilaman, mana shu Malchikoyga men anaqa oldin ugovart qilgan, anaqa Sulton akam ugovart qilganlar Malchikni, daynam Dubrovnik. Ладно, проходите deganda, shu bilan keyin men Damir akam, keyin Sulton akam uchalamiz mashinada borsak, bizga 1,5 metr anaqa lenta olib chiqdi. Bu 1,5 metr anaqani babinaga qo'ysangiz, bu yoqdan 30 sm, bu yoqdan 30 sm chiqib ketsa, 90 sm qoladi. Bunda aylantirsangiz, u boshi bilan bu boshigacha to'y mana shunaqa qilib qo'yilganda, to'y bo'lib chiqish kerak edi o'zi. To'y bo'lib qo'yilganda. Mimini o'sha maytfonlarda qizg'anganda, kasseta bo'lgan. zapis berishga qizg'angan, ko'proq bermagan. Keyin Sulton akam aqllariga kelib qolgan, lekin anaqa qilamiz. Ikki yog'iga yarim metr arindan ulaymiz. Keyin shu 1,5 metrni ko'paytiramiz. Boshqa magnitofon olib kelib, bu magnitofonni ittirib qo'yib, boshqa magnitofonni ko'paytirib, keyin uchalamizga tarqagan ekan. Mashallah. 4 metrdan berishgan o'shanda. Unda polniy polniy ashula bor-da. To'y qilib aytadi, Dubrovnikda. O'sha paytda moda edi. Ko'pchilikda yo'q edi ashula. 92-yilmi, 94-yillarda anaqa Damir akam yaxshi odam, zo'r odamlar. O'sha anaqa turardilar, Farkiyskiy tarafda turardilar. Shu odam bitta qush qo'yganlar-da konkursga. Bu paytda
konkurs qilgan man ko'proq man qilardim o'shanda topik taklif qilardim topik kelib o'tirardi topik degan odam bizada kanareykani olib kelishga kanareyka yaxshi kanareykalarni opadilik qilib berishga tasvirlab berishga topik juda zo'r bilgan odam shuna o'tirib ham aytib bergan mamikaligini aytyapti mamamniki bo'lyapti mamamniki bunaqa bo'lyapti keyin topikni shunaqa yana bir odati bor edi endi uni ko'pchilik ko'rmagan lekin bitta ikkita odam ko'rgan odamlardan eshitganmiz klarnetda o'rgatar ekan qo'shiqni klarnet kichkina klarnetda chalib o'rgatar ekan shu besemnilarni cho'tki kalnerlarni o'shanda o'rgatar o'zbeklar hammamiz tembr orqasidan ko'tarib uni orqasidan ko'tarib bizni bunaqa qilib o'rgatib yurardi ular bizga yetmadi edi hech kim oldingi paytda judayam hali nima desa bo'ladi o'zi qizg'anish degan narsa ko'p bo'lgan kuchli bo'lgan yo'q kuchli demaydi bu narsani buni жадность губит фраера degan gap borda u nima foydasi bor bu narsa undan ko'ra tarqat hammada bo'lsin san keyin uni borib sudit qilgin mana to'g'ri aytyapti mana xripnay aytyapti mana tonalnistda mana bunaqa низкий tonalность aytyapti mana высокий tonalность aytyapti ana ularni razbor qilgin bu chiroyli bo'ladi a u odamlar qizg'anib bir biridan anaqa qilib yo 96-yilmidi 97-yilmidi Baxtiyor aka Sobirov degan odam bo'lardi zapschi odam deyishardi lekin o'zlari bitta anaqani direktorlar bo'lganlar o'zlari nima deydi ustaxonani magnitofonlarni tuzatadigan joyi o'sha paytda defitsit odamlar bo'lgan anaqa ustalar bo'lgan shu joyi direktori bo'lganda shu odam kaseta qilib kaseta yasab sotganlar endi chem kanareykani bitta oyligini berib sotib olgandan ko'ra bitta kaseta sotib olish osonroq edi endi o'sha paytda pulga hozirgi bir 10 ming so'm degan gapda hozirgi 10 ming shunaqa 10 ming so'mga o'sha paytda 10 ming so'm endi pul hozirgi qiymati shunga to'g'ri keladi sotib olib kelib keyin odamlar o'sha uydan bitta ikkita qushlarni chiqarishgan shuni orqasidan lekin основной boshida o'sha tembr magnitofonda shunaqa qilib o'rgatilgan unda ham o'sha tembrlarda har holda живой звук bo'lgan keyin o'sha paytda magnitofonlar tembr dnepr keyin olimp degan magnitofon bo'lardi keyin yana bitta koreyskiy anaqa magnitofonlar bo'lardi bu o'sha koreyskiysi yoqardi menga tembr masalan ashulasini tamom qilsa siz borib boshqatdan qo'yib kelishingiz kerak edi ani koreyskiy magnitofon u ham katta magnitofon bo'lmasa dovolni osib qo'yardingiz etib turardi o'zini vaqt soatga yana chiqib to'xtadi orqasiga qarab etib ketardi uni hadeb borib o'chirib anaqa o'tirmagan lekin o'sha paytda bir Baxtiyor degan yigit bo'lardi shu paytda sizlar mana hozirga qattiq qiziqib yurgan paytinglar o'sha bola o'sha yigit ham o'sha paytda qattiq qiziqib yurgan payti o'shalar hamchi o'sha anaqani shunaqa texnikada ishlagan bo'lsa kerak edi relе degan narsani yasab kelgan o'zi u magnitofonga olib qo'yib qo'ysangiz relе o'sha to'xtaydigan paytda to'xtaydida yana orqasiga ishlab ketadi haligi koreyslar qilgan magnitofonni ular bu yerda qilishgan shunaqa qilib yaratishgan Baxtiyor degan yigit bor rahmat dodam mana shu joyda hurmatli ishqibozlarga bitta tushuntirish berib o'tib ketsak mana dodamlarni hozirgi suhbatlarini eshitdinglar qanaqa darajada qiyinchilik bo'lgan lentani lentaga ulash holatlari bo'lgan endi shu kasetani ishlab chiqarishibdi ya'ni qo'pol qilib aytganda ishlab chiqarish sotuvga qo'ygungacha sizlar bu narsani boshlaridan o'tkazganlarda hozirgi kunda hamma narsa tayyor udobство tayyor fon tayyor misol uchun O'zbekistonda izlaydigan narsamiz yo'q ishqibozda faqat ozgina mehnat qilsak albatta maqsaddagi har bitta ishqiboz yetadi to'g'rimi yo'da mana o'zlari o'sha qilib ko'rgan narsalarni chiroyli qilib ishqibozlar bilan bo'lashyaptilar doda baraka toping endi yana keyingi savollarga o'tadigan bo'lsak doda endi qiziqda baribir mana shunga o'xshagan ma'lumotlar olamiz ishqibozlarga manfaatli bo'lsin hozirgi kunlarda mana
O'sha o't ido qushlar, ya'ni o'sha musobaqalar o'tkazilyapti, klublar to'g'risida bo'lyapti. Mana shaxsan hozirgi paytingizga bir fikr bildirsangiz, mana oldingi tarixlarga nisbatan hozir qonlarda o'zgarishmi, kalinalarni ko'pligi o'zgarishmi, misol uchunda hozirgi mehnat qilayotgan yoshlarga nisbatan eng to'g'ri yo'lda yurganlarga qanaqalaringiz bor? Hozirgi paytga hozir haqiqatdan ham nima deydi, judayam hali kaleniga ahamiyat ko'p berishyapti. Lekin kaleniga ahamiyat berganda ham shunday narsalarga ko'proq e'tibor berish kerakki, Rosip Ovsyankadan ajrata bilish kerak. Rosip qanaqa qilib etiladi-yu, Ovsyanka qanaqa qilib etiladi. Bu bir. Ikkinchidan, qo'yilayotgan Rosiplarni ham yoki qo'yilayotgan o'sha Ovsyankalarni ham qushini o'sha qo'ymoqchi bo'lgan qushini darajasini bilib turib keyin qo'yish kerak. Chunki qush qiynaladigan bo'lsa, yo birak qo'yadi, yo etmay chiqib ketadi. Birinchidan. Ikkinchidan, etishga etadi-yu, lekin 3-4 oydan keyin ochiqqa chiqqandan keyin etmay ketadi. Yoki to'rtinchidan, farovga bo'lgan paytda o'sha qiynalgan ashulalarni hammasini tashib yuboradi. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun iloji boricha zo'r tegizotini bilib turib, tegizoti zo'r qushlarga tanamuslari hammasi to'g'ri keladigan qilib tadbir qilish kerak. Ashula yig'ayotgan odam o'sha prodyuserlar qiladigan ish bu o'zi, lekin shuni tadbir qilib berayotganda qushga qarab qo'yish kerak. Qushi tanamusliga, qushi o'sha odamni qushi visokotonalniy aytadimi ashulani yo niskotonalniy aytadi. Visokotonalniy bo'lsa, visokotonalniy ko'proq kalinalarni qo'yish kerak. Niskotonalniy bo'lsa, niskotonalniy kalinalarni qo'yish kerak. Chunki qush qiynalishi kerak emas. Insonga yoqaveradi hamma ashula aytsa, lekin jivoyda aytsa u boshqa narsa. Jivoyda eshitgandan keyin u jivoyda inson eshitib maza qilish kerak. Maza qildim degan narsa sizga. Maza qildim degan narsa ana o'sha narsa bo'ladi. O'shaning uchun qushni qiynamasdan o'zini qushini darajasini bilib turib keyin qo'yish kerak. Hamma qush ham etishi mumkin. Hozir endi bizda shu darajada bo'lib ketdiki, o'sha Rossiyada ham vaqt kelsa Rossiyada topilmagan yujniy o'lkalarga ko'proq qushlar chiqib ketgan. Bu yoqda ko'proq chiqib ketgan qushlar. Endi ko'proq o'sha suv o'lkalarida bo'lganda, to'g'rimi? Ko'proq bu yoqqa chiqib ketgan, yaxshi qonlar kiyib qo'ygan bu yoqlarga. O'sha paytda o'sha mana shu o'tib ketganlarni eslaymiz. Hozir Ro'shan aka rahmatli bo'lardi. Ro'shan aka rahmatli bo'lardi. Keyin Tufki bo'lardi. Keyin ko'proq O'zbekistonga foydasi teggan odamlar deb bular. Shu tarafdan qushlarni olib kelgan odamlar. Keyin Ro'shan aka aytdim. Tupikov aytdim. Yegorov degan odam bo'ladi. Ular Yegorov, Mahmud aka bular qushni o'sha yerga borib tanlashga yaxshi qobiliyati bo'lgan bular. Qobiliyat. Hamma qush ko'tarib kelmaydi, u yoqda ham har xil qushlar bor. O'shaning uchun yaxshi zo'rlarni bu yoqqa olib kelishgan. Toshkentga. Lekin shu yerdan o'sha bu yerdagi odamlar o'sha boyvachcha odamlar bularga yo'l kirasiga pul bergan, borib konkurs gostinitsasiga pul bergan, hammasini o'tkazib, keyin ertasi shu konkursdan keyin shu zo'rini olib kelasan deb aytishgan. Shu qushlar hozir bizda hali kimlarning uyidadir, baribir zo'rlar chiqib qoladi. Hali men uyda qush. Hali sizni Ovsyankangizda o'sha kuni aytdim-ku, sizda bor, jivoy Ovsyanka bor sizda. Mana men o'sha qush qo'yib qo'ymoq hozir zapisimda. Shu jivoy Ovsyanka bor menda. O'sha o'rtasida saqal kalako'chga o'xshab ketadi. O'sha nima shuni aytdimki, o'sha oq qushda redki kalina degani o'sha jivoy Ovsyanka bu. Jivoy Ovsyanka o'sha paytda ham Ro'shan aka rahmatli o'sha bozorda kim qarshisida bir o'z yigit olib kelganda o'shani qushini eshitib turib, mana jivoy Ovsyanka mana bunaqa bo'ladi Kanadada deb o'sha paytda aytishgan edi. Shunda o'sha paytda bir 4-5 ta odamda bo'lgan. Qani edi o'sha paytda biz shuni shunaqa senniligini bilganimizda o'shanda biz o'shani yozib olib, boshqa qilib u qushdan bu qushga o'tkazib olganimizda hammada bo'lardi, qiynalmasdi. Hozir jivoy Ovsyankani через telefon yoki через magnitofon yoki anaqa orqali yozadi. Endi u qaysi qush ola oladi, u narsani qaysi qush ola olmaydi.
tushundingizmi? Mhm. O'shaning uchun желательно Sulton akani bir gaplari bor. Mana shu man ularga shogird tushgan paytimda o'sha haligi o'zi o'sha shogird tushishimga ham sababchi o'sha narsa bo'lgan. Haligi bir aytib berganman sizlarga yo'qmi? Vaqtimiz yo'q. Ha, bemalol, bemalol. O'sha paytda bir narsa bo'lganki, uyda man o'sha o'zim uyda kanaraka boqib yurgan paytimda 94-yilmidi, 94-yil oxirroq edi. Shunda man u paytda firmada ishlardim, Hindman firmasida ishlardim. O'shanda uyda ikkita kanarakam bor edi. Ikkalaman bir qarashli edi. Shunda kichkina o'g'lim kasal bo'lib qolgandi, qattiq kasal bo'lib qolgan. Shunda skoriy kelib, skoriy kelganda hali anaqani diagnoz qo'ygan. O'ris yigit kelib diagnoz qo'yganda, bunga срочно mana dorini olib kelib anaqa qilmasang bu yaxshi bo'lmaydi deb. Tomo anaqa bo'lib qoladi, gapirmaydigan bo'lib qoladi deb aytgan. Shunda men o'zim firmada ishlayman, firmada pulim bor, lekin shanba kuni firma bekor bo'ladi. Pul ololmayman. Shu bilan pul zarur bo'lib qolganda, shu bilan qarz olishni yomon ko'rardim. Hozirgacha ham qarz olishni yomon ko'raman. Shunaqa paytda o'yimda o'sha bitta qushimni o'sha otasini kattaroq qushini kattasini olib chiqqanman, bozorga olib chiqdim. Bozorda savdo qilishgan, 6 so'm pul berishgan. Men aytganmanki, o'sha paytda men aytuvdimki, menga 10 so'm pul beringlar deganman. 10 so'm pul bersanglar, men borib dori olib kelaman. Qozog'istonga borib dori olib kelaman. Bizda yo'q ekan u dori degan. Sen menga birinchi ustum qilgan, o'tib ketdi rahmatli Habiy degan yigit bor edi, savdogar edi. Ustum qilgan, ustumdan 5 so'm qilgan. Oxiri lekin hali kanar ekan, zo'r tushunadigan odamlar o'sha Toyir ekan, keyin Ro'shan aka rahmatli, o'sha dori yaxshi biladiganlari kelib 6 so'm qilishgan qush. Shu bilan qushni sotmaganman, 6 so'm menga yetmaydi baribir. Qaytarib olib ketganman-da, o'sha kuni akamni kimdir uyga kelib qolganlarida o'sha akamdan o'sha pulni olib, keyin borib dori olib kelib, o'g'limni oyoqqa turg'izib olganman. Oradan bir ketayotgan paytimda o'sha Burxon aka o'tirardilar o'sha paytda. Burxon aka meni qushimni olib turardilar. Men qushlarimni, bolalarimni o'shalarga sotib turardim-da. Men qushlarim bola ochsa, bolalarini olib chiqsam, shu Burxon aka aytgan pulimni berib olib qo'yaverar ekanlar-da, o'sha paytda. Ustim berib olib qolardilar. Oradan bir kecha 2 oy 3 oy o'tgandan keyin va yoqqa meni chaqirganlar, borsam ana qushni eshityapsan, Chubati limonli qushi. Bolasini berganman ularga, quji qo'ygan bolasini bersam, ular o'sha kasetani foniga yetib o'tiribdi qush tepada. "Ho, menikimi? Men sani qushing emas." Adasang xuddi shunaqa sayraydi o'g'lim men. Shu bilan ekan o'sha ketayotgan paytimda Burxon aka adresimni olganlar, shunaqa qayerda turasan, shu Taxtaqulda turaman, shunaqa. Telefonlarimni olib qolganlar-da, shu bilan men ketganman. Oradan bir 15 kunmi, 20 kun o'tgandan keyin qo'ng'iroq bo'lib qoldi. U paytda bunaqa telefonlar yo'q, anaqa uy telefonlari. Borib olsam, Faxriddin degan sizmisiz? Ha, manman. Qayerda turasizlar? Mana shu joyda. Bo'ldi, yaxshi deganlar, shu bilan o'shanda Sulton aka kelganlar o'yinga. Keling deb kirganlar o'yga, shu bilan ekan. Shu kuni shunaqa bozorga bitta qush olib chiqqan ekansiz. Shu qushni bitta eshitdik-ku biza, dedilar. Ha, xo'p dedim. Shu bilan ekan lekin men yoqda ham kimdir shunaqa qush boqar ekan, o'sha bozorga olib chiqishgan qush. Mana shu qushni bolasi dedim, o'sha bir mahalla komga sotgan edim bolasini. O'sha bolasi ham xuddi shunaqa otasiga olib sayrardi. Shu bilan ekan qo'yib berdim, qo'yib qo'ydik. Anaqa o'tirdilar, shu bilan bir choy olib kelib qo'ydik. Shu bilan kasetasini olib chiqib bering desam, yo'q dedilar. O'zi sayrasın. O'zbekcha muzika qo'yib qo'ying dedilar. Sayrab, tezroq sayrash. O'zbekcha muzika qo'yib qo'ydi, qush sayrab ketdi o'zi. Shundan magnitofonni o'chirib qo'ydim, shu bilan qush sayrab ketdi. Polniy o'tgan traynik, одинарный kuli keldi. Kuli shunaqa просто kuli deb o'tmasaydi, kuli qilib zoom qilib aytadi. To'rtta netga одинарный kuli qilib oxirigacha son ding qilib o'tib berdi. Lekin afsankani juda o'ynatib yetish yaxshi ko'rardi qush. Juda qattiq o'ynatardi afsankani. Podyomniga chiqardi, pastga tushardi, podyomniga chiqardi, pastga tushardi. Sadoviy yetardi, yana podyomniga chiqib ketardi. Mana shunaqa qush edi. 3 xil afsankani qattiq yetib qo'ygan qush.
Endi hozir qayerda o'lib zeytdan tushunganimizdan u paytda sayrayaptim xullas kalom shu bilan keyin eshitdilarda qanaqa desam zo'r ekan qush dedilar. Bu qush dedilar man o'zim konkurs qilaman deb yuruvdim. Konkurs bor qush qidirib yuruvdim. Hech qayerda ko'rinmadi. Dedilar lekin nechi pul qilishdi bu qush desam 6 so'm qilishdi desam ko'p anaqa emas edilar. Bo'ldi yaxshi dedilar. Men dedilar bir oydan keyin konkurs qilaman. Mana shu sizni qushingizni eshitib men konkurs qilaman. Men hayronman, konkurs ham bo'lar ekanmi deyman. Shunga olib borasiz dedilar. Xo'p dedim, shu bilan keyin bir oyga bir 3 kun qolganda telefon qilib siz bilan gaplashib olamiz dedilar. Telefon qildilar. Qushga shunaqa ovqatini bering, sutini men bu pardani yopib qo'yman. Qush ochuvda turadi, balkonda turadi. Parda tashlab qo'ying, kamera sayrasin degandek aytdilar. Xo'p dedim, shunaqa qilib qo'ysam. Ertalab soat 8da kelaman dedilar. Xo'p dedim, kutdim, keldilar. Shundan olib chiqing qushni dedilar. Chekkani ko'tarib olib chiqdim, men sekka ham anaqa. Ularga olib chiqdim qushni, lekin qo'ying mashinaga dedim, o'zlari mashinalarda keldilar. 011 shunaqa mashina. Bu paytda redka odamlar mashina haydaydi. Xullas kalom qo'ydik mashinaga de, shu bilan keyin anaqaga Chuvalash ko'chasiga bordik. U yerda Abdug'ani aka degan odam bor edilar. Juda ham yengli devonaga odam, inson edilar. Yaxshi odam edilar. Ko'pchilik yaxshiliklar tegan odam. Shu odam uyiga kirib, paststavka mana kamera ekani qo'yib sayratadigan narsa uchun shularning uyida turar ekan. Ular oldin qilib yurishganda konkurslar. Men bilmaganman ular oldin qilib yurishgan. Bilganman bu anaqalarda biz endi qatnashchi bo'lib yurganmiz-da, borib qatnashib yurganmiz. Unaqa ularga o'xshab teatrni tagiga o'tirib olib, mana nima qilish kerak, nima qilish narsalar bilmadim. Faqat eshitib, konkursda ekan, mana bunaqa sayrar ekan deb borib kelardi. Park Gorkiyda bo'lardi, Park Telmanda bo'lardi. Keyin o'sha aviasozlar shaharchasi bor anaqa tarafda. Kadisho. O'sha tarafda, o'sha yerlarda ham bo'lardi. Lekin konkurslar bo'lardi, borardi. Xullas kalom bordik, kirdik, nomer oldik, pulini berdik. 1 so'mmi, 2 so'mmi shunaqadan yig'ishyapti. Sunnatiga rahmat deb o'tiradilar, har kuni hisob-kitob qilib o'tiradi. Shunda lekin o'sha meni qushim sara berdi. Shu absenkalarni etib berdi. Ketdi. O'sha paytda rahmatli Baxtiyor akam borgan edilar. Baxtiyor aka bor. Men sotib olaman deb qo'yay. Keyin konkursdan keyin kimosh sodasini qo'yarish $20 dan boshlandi. Xullas kalom $280 deganda to'xtadi. $280 ham katta pul o'sha paytda. 450 so'mmi, 480 so'm shunaqa pul bo'ladi. 6 so'm bo'lgan qush. Keyin Sulton akaga bordim-da, aka men nima qilay endi desam, ana endi qushni sotmoqchimisiz dedi. Ya sotish niyatim yo'q, pulim ham yetadi, o'zim yetadi. Sotish anaqamda yo'q desam, yo endi sotib oladi endi. Ketdi qush savdo bo'ldi. Qoldi. Shu bilan ekan. Bo'pti. Nechi pul deysam, o'zgalar kelishib boravering dedilar. Men kelyapsam Baxtiyor o'sha kimdir 260 qilgandan keyin 280 qildilar-da. Sulton Murod. Endi shogirdsiga. Men o'shanda ularning shogirdliklarini bilaman-da, endi paytgacha men shogirdim. Xullas kalom Baxtiyor o'sha pulni berib sotib oldilar qushni. Shu bilan yo'lda kelayotganda ular yangi Jiguli haydab yurgan ekanlar o'sha paytda. Qayerda turasan deb so'radilar. Men shunaqa taxta pulda turaman. Bormi yana mana shunaqa qushingdan? Bor, o'g'li, faqat qo'lingizda sayraysiz. Yo'q, shunaqasi ham bo'lar ekan. Yuring bo'lmasa ko'rib ketasiz. Keldilar uyga, kirdilar. Taxta pulda kirib ko'rdi. Plashatka anaqada domlar, hamma yoq domladi. O'shalarning domlari ko'p domladi. Ana artist keldi, keldi, keldi. Baxtiyor hamma gapirgan shu payt. Kirib kelganlar-da, shu bilan chiqib zalimga olib kirib o'tkazib bir piyola choy degandan keyin qush olib keldim-da. Chiqarib yubordim. Xarakterini bilaman. Chiqarib yuborsam birrida o'chib stenkaga qo'nardi-da, keyin chaqirardim-ki,
qanday qo'lim mana qilsam uchib kelardi, yelkamga qo'nardi, yelkamda yurib uchib kelardi. Shu yerga kelgan paytda yo asalmi yo pistami bersam, asal olib chaynab mana qilardi. Keyin sayrab ber endi mehmonlar keldi desa, shunga o'rgatgan edim. Unda qarab olardi oldin, nechta odam o'tiribdi. Unda qilib qarab olardi, shu bilan mashinada o'tirganmiz. Qarab chiqdim, traynik deb adinamik qilib dindomga chekib. Voy. Baxtiyor sotmang, o'sha pulingni beraman debdilar dedi. Voy. Sotish kerak ekan deb mana sotib yubordim. 2 kundan kasal bo'lib qolganman. Qushlarni yo'qotib yubordim. Keyin Sulton akam uyga borganmiz. Sulton aka mana shunaqa qush qaytarib olib bering, ustiga $50 beraman. $560 bir kunda topib, lekin o'zim mazam qochib qoldi. Qushlardan ketgandan. Desam, endi labis qilib bo'ldi, ketdi qush deydilar. Endi yuring, men sizga boshqa qush olib beraman deb o'sha malchik qo'yiga olib kelganlar. Malchik qo'yidan keyin bitta dindo'li qush olib berishgan. Ham ancha istoriyalar bo'lib ketgan. U qush olib qo'ymoqchi bo'lgan odamlar ko'p bo'lgan. To'g'ri odamman deyalik. Nima to'g'risini gapirsangiz, bir xil odamda bu anaqami deb o'ylaydi, jinsga qo'ygan qo'yishadi. To'g'risini gapirsangiz. Shunaqa paytda ham bo'lgan. Mayli, chiqdi. Rahmat, doda, sizni ham rosa eshitdik. Endi o'sha hozirgi kundagi mana konkurslar qilishyapti, klublar mana deylik, mana o'shan klub jamoasi bilan o'tgan safar videolarga qilganmiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu yog'iga yana polni O'zbekiston bo'ylab harakatlar qilamiz, xudo xolasa. To'xtab qolish yo'q. Shunaqa tarixlarni eshitib, hamma o'zini anaqasidan kelib chiqqan holatda, shu shaxsiy hayotlaridan nimalar ko'rgansan, shunaqa yo'nalish qanaqa, eng to'g'rilarini o'zimizga ishqibozda muhrlab olaveramiz. Endi shu klublar haqida, ya'ni to'g'ri qilingan holatlari, o'zingiz shaxsiy fikrlaringizni bildirib keting-da, doda. Mayli. Endi Ro'shan klubiga kelsa, Ro'shan klubiga gap yo'q. Bitta narsani to'g'ri etish kerak, haqiqatni bo'yniga olib etish kerak. Ro'shan klubi shu paytgacha mayli, nima bo'lib o'tgan, men u narsasini ishim yo'q, masalan. Lekin Ro'shan klubi o'sha paytda qilishgan paytda biza birinchi ochdi. Biz O'zbekiston gruppasida edik. Bizanikilar tarqab ketdi. Toshkent sayro qilamiz, u qilamiz deb qo'llashgan o'shanga o'tib ketishdi. Bizaniki anaqa sevishimiz yo'q edi. Shunda Ro'shan klubiga men bitta rahmat deydigan joyim bor. Shu yigit shu qushlarni shu sayroni ushlab qoldi. Shu paytgacha mana hozir o'sha paytda boringki anaga deydi bir 100 ta 150 ta odam zanimatda qotganmiz, hozir почти 1000 taga yaqin odam zanimatda qoldi Kanadaga. Shu Ro'shan klubini shu ketma-ket qilgan konkurslari bo'yicha. Men unga aralashmayman. Masalan, mana uniki birinchi o'rinni oldi, mana uniki 5-o'rinni oldi. Men unga anaqa aralashmayman. Menga qizig'i yo'q. Menga eng gilamlisi qancha ko'p Kanadani ishqibozi ko'p bo'lsa, qancha biladigan odam ko'p bo'lsa, men shunga xursand bo'laman. Bu yigit shu ishlarni qildi. Mana hozirgi payt, o'sha paytda bitta-ikkita gruppa bo'lgan bo'lsa, yoki klub bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda mana 4 ta klub bo'ldi. 4 ta klub Toshkentning o'zida bo'lyapti hozir. Yo'q, 3 tami. 3 ta ekan. Sizlar keyin Bahrom klubi, keyin Ro'shan o'zining klubi. Xo'p, 3 ta ekan. Bu yerda Vodiyda bor klublar, Qo'qonda bor klub. Umuman Vodiyda 3 ta anaqasida hammasida 4 tami 5 ta viloyat bo'lsa, hammasi viloyat edi. Viloyat. Desa, o'shalar hammasida bor. Mana xudo xolasa mana Buxoroga yetib borgan hozir buxorolik yigitlar telefon Yusufbek degan yigit bor. Unda maslahat qilib so'rab turadi. Xudo xolasa o'sha yerda ham bo'ladi degan umiddamiz. Men Samarqandda bo'lib, o'sha paytda biz men o'zim qilgan paytimda Samarqandda qildik konkursni. Samarqandliklar ham ancha voqli boshlashgan. Ularda ham yaxshi qushchilar bor, yaxshi qushlarni zaminda qotganlar bor. Shuning uchun Ro'shan klubini undan keyin bularni shu paytda talab qilgan narsasi bitta yaxshi bo'lgan tarafi atначало до конца. Traynikdan kiradi, dindomini tamom qiladi. Shuni talabini kuchli qilgancha mana hozirgi paytda ko'pchilik o'ylaydi. Dindoliklar bor, boshqalar bor. Har holda bu sababchi bo'lib qoldi deb tushunaman men. Bu meni mening. Rahmat, doda. Bu meni tushuncham bu faqat.
Rahmat. Doda yana bitta narsaga to'xtalib o'tsak, siz o'zingiz mana hayotdan kelib chiqqan holatda shu yashab, qanaqa hakamlarni ko'rgansiz? Misol uchunda yaxshi eshitadigan odamlar o'zingiz eshitishadi, vaqtida zo'r eshitganlar hozir ham yaxshi eshitishadi deb o'ylashadi-da, misol uchun. Endi bu narsalar bor narsalar. Endi shunga hozirgi kunda biza hakamlar kalla egasini qilmoqchimizda. Misol uchun deylik, aytganingizdek, mayli klublar ora bo'lgan taqdirda ham har bittasi o'tkazayotgandan keyin shu hakamlarni qo'yib qo'yishadi. Misol uchun, mana bu odam eshitadi, mana bu odam eshitadi, mana bu odam eshitadi deyilyapti. Konkurs o'tib bo'ldi, ertasi kundan muhokama boshlanadi. Bundoq bo'pti, bundoq bo'pti, mana bunaqa ekan, ana eshitmaydi, bu eshitmaydi, hamma o'zi to'g'ri. To'g'risi-da, to'g'risini aytish kerak-da. Endi mana shu narsaga sizlarni duoinglar bilan ustozlarni barchalarini bir kunga yig'ib, yiliga 2 marta hakamlar kalla egasi kim o'zini hakamman, 2 dunyo men javob beraman deb o'zi o'sha yerga ruchka bilan shkalani olib o'tiribdimi? Ana o'shalarni xalq bilishi uchun ularga har 6 oyda misol uchun 5 tadan zaps yoki 5 tadan qush qo'yib, misol uchunda o'zi nima eshitayotganligini harakat qilib anaqa qilib turish kerak edi. O'sha ekzamindan o'tish uchun ham, ekzamin deymizmi yoki bir bahs yoki bir anaqadan o'tish uchun ham u 6 oy davomida tayyorgarlik qiladi. Birinchi darajali hakam, ikkinchi darajali hakam, uchinchi darajali hakam. Bu birinchi darajali hakamlarni mayli 10 ta bo'lsin soni, 100 ta bo'lsin. Bu yoqda ikkinchi darajali hakamlar, yordamchi hakam. Ularni ham soni qizig'i yo'q. Misol uchun, nechta ko'paysa shunaqa bo'lsin. O'sha kungi har 6 oyda yig'ilgan holatidagi kelib chiqqan bahosi bilan 3-darajali hakamlar bo'lsin. Misol uchun buni ommaga video qilib, mana sizlarning duoinglar ostida joylashtiradigan bo'lsak, demak, ishqibozda uverin keladi. Yo, bu odam mana bitta o'zini attestatsiyasini topshirib qo'ygan. Shuncha qushchilar o'tirgan, mana sizga o'xshagan mehnat qilgan odamlar, o'tda yo, to'g'ri ko'rib berasizlar. 5 ta zapsda va bunaqa bo'lyapti, mana bunaqa yoki bir 10 ta zapsdir. O'sha bir kunni yig'ib, shu narsani tashkillashtirsak, nima deysiz? Zo'r bo'ladi. Endi to'xtab turing. Shu gapimizga bir narsani ilova qilib ketamiz. Sudyalar, hozirgi sudyalar u faqat mana telefonda yoki magnitofonda eshitgan ashulamni sudyalar qilish kerak emas. Sudyalar o'zini ustida ishlash kerak. Qanaqa qilib ishlaydi o'zini ustida? O'zini ustida ishlash uchun o'sha mana hozir bozorlarda masalan o'sha yovvoyi ovsyanka sotadi. O'sha ovsyankalarni olib kelib sayrog'ini eshitish kerak, qulog'ini pishitish kerak. Keyin sinitchalarni olib kelib eshitish kerak, qulog'ini pishitish kerak-da. Ana undan keyin o'sha ashulalarni eshitganda, mana biz kajvoni aytyapti, mana to'g'ri aytyapti. Mana bitta uzib qo'yyapti deb o'zi haqida ishlash kerak sudya. Xo'p bo'ladi, doda. Mana shu joyiga, doda, endi uzr gapingiz bo'lishga majbur bo'laman. O'sha joyiga doda 6 oy davomida harakatini qilib, ushtobi hakam bilish kerak-da. Mayli telefonda o'rgansin, qushda o'rgansin, yovvoyi qushda o'rgansin, tabiatga chiqib 1 oy prirodada o'zi uchun dam olib kelsin. Misol uchun, tabiat qo'yniga chiqsin, muammo yo'q. O'zi ustida ishlab, shu 6 oyda bir qilinadigan hakamlar kalla egasi, ya'ni o'sha yerga kelib, sizga o'xshagan ustozlar bitta klubni, misol uchun deylik, Ro'shan klub. Nimagaki, ularda baribir 9-10 yillik tajriba bor. Mana aytib o'tyapsiz, mehnatlari bor. Mayli ana boshqa narsasiga aralashmayman, lekin mehnatlarini men yo'q deya olmayman deyapsiz-da. Mana shu holatda ular bilan yondashilgan holatda bitta hakamlar kalla egasini yig'ib, e'lon berib, mana kim o'zini bilimini bo'lsa, doda shu yerga borib o'tirasizlar. Haqqi haq, nohaqi nohaq qilib berasizlar-da. Imini asasinativ yo'nalishida. Bir gap. Bu birovni qushini anaqa qilib berishdi, yo'q, u haqqi haq ana qilish riski gap-ku, lekin hozirgi paytda masalan bizning gruppada mana shu kanadakani sayrog'ini qilayotgan odamlar bor-da. Buni sayroqlarni oldindan qilib, eshitib, ko'rib, keyin unga xulosa chiqarib qiyin narsa. Shunday xulosa chiqarib olsa ham bo'lmaydi. Bu mana birovni 1 yil davomida qilib kelgan mehnatini bitta ish bilan yo'q qilib yuborishga taqdiri hal qilib yuboradi. Endi mana shu joyda doda shu narsani sizlar haqda to'g'ri eshityapsan, sen noto'g'ri eshityapsan demasanglar,
o'sha narsani bu yoqdagi ishqibozlar qush ko'tarib kelayotganlarga jabr bo'ladi doda. Jabr bo'ladi. Siz hozir hakamni masalasi ko'ngli og'rimasin demoqchisiz. Lekin bu yoqdagi ishqiboz u qayerdadir hakamni qilib qo'yyapti-da. Bular o'zini ustida oldin ishlatsin bular. Ana undan o'tish kerak. Doda, sizlarni oldingizdan o'tish kerak. To'g'ri aytasiz, bilmayapsan. Misol uchun akrom bor, sen tayyorla yana 6 oy. Nima, o'tib xafa bo'lib qoladimi? Misol talab uchun. qilishdan oldin unga yo'nalishni ham berish kerak edi. Doda aytasizlar uni. Mana bunaqa narsaga tayyorlaninglar. Endi doda o'sha hakamlikka chiqib, hamda o'tirgan odamlar, misol uchun endi men shaxsiy men o'zim da'vo qilayotgan joyim yo'q. O'sha yerga chiqib o'tirgan odamlar, demak, eshityapman deb gapiryapti-da ular. Ana ular attestatsiya topshirish kerak. Ular o'zini bilimini sinab ko'rish kerak. To'g'ridan to'g'ri yoki Sarvarboy 6 oy bo'ldi boshlaganingizga chiqing, mana siz hakam bo'lasiz deb bunga tutqizib qo'ya olmaymiz. Chunki buni o'zini ichidan kelib chiqqan hakamlikka da'vo bo'lishi kerak. Men mana shu narsani qilaman desa, demak bu odam biladi. Biz uni liboyni ushlab turib, mana buni o'rgan, mana bunaqa qil deylik, u bizani qo'llamas ekan. U o'zida ishtiyoq bilan eshitsa, o'shanda keyin sulh ochiladi. O'zida ishtiyoq bo'lsa, o'sha odam o'zi yuguradi. O'sha tayroni, mana bu tayroni yaxshi tushunmayman, mana bu tayroni qayerdan topsam bo'ladi, shuni orqasidan yuguradi. Albatta. O'zi eshitib oladi. Albatta. O'shaning uchun doda buni endi ovozim balandroq chiqayotgan bo'lishi mumkin. Men telefonga yetib borsin deb balandroq gapiryapman. Holat bo'yicha o'sha hakamlar masalasini qo'yadigan bo'lsak, doda, misol albatta u yerda kimnidir xafa qilish emas maqsadimiz, kim bilandir bahslashish emas maqsadimiz. Maqsad yaxshi qush Ha, o'shani O'zbekiston dunyo bo'yicha ham mana hozir yashang. dunyo bo'yicha o'zini olib chiqish kerak. To'g'ri. Afrikada ham Ruskiy ovsyanchinapiy bor, yoki Germaniyada ham Ruskiy ovsyanchinapiy bor, yoki Turkiyada ham Ruskiy ovsyanchinapiy bor. Bu O'zbekiston yoki Qozog'iston yoki Tojikiston degan gap emas. Men aytmoqchimanki, Ruskiy ovsyanchinapiy yo'nalishda bizami shu yo'nalishni mana O'zbekistondan shunaqa qush chiqdi. Mana shunaqa qo'ng'iroqdek qilib cho'tki qilib zakotanalniyda joy-joyiga qo'yib chiroyli qilib ashularni aytib berdi. Mana Ruskiy ovsyanchinapiy mana bunaqa qilib qo'ysa, hammasi tan beradi shu payt. Hakamlarimiz ham shunaqa maqtangani arziydigan hakamlar bo'ladi, xudo xohlasa. Inshaalloh. Bo'ladi. Kelajakda oldinda sizlarga men juda ham qattiq ishonaman, xudo xohlasa. Dod ketasizlar bu narsalarni. Rahmat, doda. Bizani o'zimizni bir aytib berdim telefonda, o'sha bizani guruhdagi bolalar ham bu mana zanimatsiya qilyapti. Endi qanaqa u? Men aytmoqchimanki, o'sha prodyuser qo'shiq yozib berayotgan odam to'g'ri tanlab beryapti o'sha qushini, tanalni, o'sha qushini iqtidorini bilib turib, keyin o'sha zapis qilib beryapti. Unga ochiq narsa qilib berayotgan, o'sha Abdug'ani bo'ladimi yoki olim bo'ladimi? Shular shu ishlarni qilyapti. Bu yerda O'zbekistonda eng zo'r bo'ladigan bitta odam bor. Faqat otini aytmayman, lekin shunaqangi cho'tki bo'ladi. Mana shu siz zapis qo'yasiz. Zapis. Bir где-то uzog'i bilan 1 oy zapis qo'ying. 1 oy 2 kunda sizga aytib beradi shu narsani aytyapti. Shunaqa odam bor. Hech kim bilmaydi uni faqat. Qushni tarbiya qilyaptimi? Tarbiya qilyapti. Lekin qush chiqadi. Ha, xudo xohlasa. Uni ham uni ham ko'ramiz. 3 oy, 4 oyda chiqib oladi. Xudo xohlasa. Endi menga haligida o'zi shu temada gap chiqqanda otimni aytmayin degan uchun aytmadim otim. Lekin otini ham aytish anaqam bor edi. Lekin ko'pchilik unga tan beradi. Juda ham O'zbekistonmi? Albatta o'zbeklar. Boshqaribni ayta olmaysizmi? juda ham kuchli. Boshqaribmi? Doda endi oxirgisini aytaveraman. Va'da berib qo'ydi. doda rahmat. Xudo xohlasa endi bizga bitta duo bersangiz doda. O'tiribsizlar-da. Kattalashib ketmasin. Xudo xohlasa yana o'tiraveramiz, yana kelamiz suhbatlashgani bir chiroyli duo bering endi. Ishqibozlik. Qobiljon kelmadi Qobiljon. Qobiljon akam ozgina kech qolgan ekan, telefon qilib qoldilar. Syomkaga ham tushdi shekilli. Bo'ldi, endi ulgurmaysiz deb ana qila qoldim. Uzr endi Qobiljon aka. Xudo xohlasa rahmat. Yo'q ketasizlar. Yo'q, rahmat. Doda yedik, mazza. Rahmat. Bitta duo bering endi doda. Barcha qush ishqibozlariga. Barcha qush ishqibozlariga bismillahir rohmanir rohim. Iloyo
hammani qushlari zo'r sayrasin. Amin. Shu zo'r sayragan qushlarning orqasidan yugurib, yelib, mehnat qilib qushlarni yaxshilardan chiqarganda o'sha mehnati Amin. zoye ketmasin. Hamma harakatlariga o'zi Alloh o'zi quvvat bersin, o'zidan o'ziga Amin. begona qilmasin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyati yo'ldoshi bo'lsin. Alhamdulillah shunaqa ishlarni siz baraka toping. Alibek shunchalik boshlayapsiz shu ishlarni. Sizga rahmat. Juda ham kattadan katta rahmat, baraka toping. Ilohiy ish qilib maqsadingizga yetinglar. Shunaqa konkursinglarda Xudo xolasa har xil raznoobrazniy qushlar ko'p bo'lsin. Bunaqa yaxshi sudyalarni ham Xudo xolasa o'z shkolangizdan chiqadigan klub bo'linglar. Alhamdulillah. Kelganinglarga rahmat. Ishlarni rivojini bersin, martabalar ulug' bo'lsin, kasbkorliklarga baraka bersin, oilalarga bosh bo'linglar. Alhamdulillah. Mana shunaqa yaxshi kunlarda uchrashib turish yana nasib etsin. O'tganlarni Alloh rahmatiy jannatga qilgan bo'lsin. Qolganlarni salomat qilsin. Hamma oilalarga bosh bo'linglar. Hammaga shu narsani aytib qolaman. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa o'sha vodiyga ham boramiz. Shu yoqlarga bormadik. Xudo xolasa Samarqandga ham boramiz. Alhamdulillah, ya'ni ular ham ko'p turishgan bo'lsa, ishlarni rivojini bersin. Kasalliklar, yaxshi kasalliklardan yaxshi qutulib chiqsin, Alloh shifo bersin. Hammalarning ishlari rivojini bersin Alloh. تقبل منا سميعا وتب علينا يا مولانا تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.